Eslab yoshlik chog'larim, ko'zdan oqar yoshlarim. Omonmisiz, bormisiz, aziz sinfdoshlarim? Ko'z oldimda ko'zingiz, qulog'imda so'zingiz. Ko'rgim kelar o'zingiz, aziz sinfdoshlarim. Sho'xligimiz bir osmon, o'ynar edik shodumon. Esingizdami hamon, aziz sinfdoshlarim? Salom sinfdosh qizlar, husni oy go'zal yuzlar. Hali ham o'sha sizlar, aziz sinfdoshlarim. Har kun yo'lingiz kutib, sochlaringizdan tortib, yurardim gaplar otib, aziz sinfdoshlarim. Ko'ngli quchog'idan keng. Biri yoqa, biri yeng. Yaqinim siz meni eng, aziz sinfdoshlarim. G'animatmiz o'ylaylik, bir-birimiz yo'qlaylik. Oqibatli bo'laylik, aziz sinfdoshlarim. Birinchi bor senga qo'yganda qadam, bola edim hali sho'x judayam yosh. Mana o'tib ketdi yillar oradan, endi seni tark etaman ko'zda yosh. Xayr ustozlarim, xayr do'stlarim, xayr qo'ng'iroqning so'nggi ovozi. Sevimli daftarim, estaliklarim, boshlanar men uchun hayot parvozi. Xayr maktab yillarim, ustoz va murabbiylarim, yuragimda hayajon, cho'g'lamoqda hayot yo'llarim. Xayr maktab yillarim, seni qoldi sho'xliklarim, oh yod tilagim, oldinda ko'p orzularim. DJ Anonim. So'nggi bor bu yo'laklaringdan yurib, yodga oldim o'tgan bir necha yilni. Biroz bo'lsa-da shu damlarga qaytib, his qildim men o'sha beg'uborlikni. Qalbimda hayajon, yurakda afsus, bu so'nggi qo'ng'iroq, so'nggi tanaffus. Unutmoq qiyindir, o'chmas xotira, seni tark etaman oq yo'l tilab. Xayr maktab yillarim, ustoz va murabbiylarim, yuragimda hayajon, cho'g'lamoqda hayot yo'llarim. Xayr maktab yillarim, seni qoldi sho'xliklarim, oh yod tilagim, oldinda ko'p orzularim. Qani vaqtni qaytarishga yetganda kuchiman, boshidan boshlasam yetardim man qadringga san. Ming bor afsus, o'zgarmas hech narsa aslo. Endi chiqadi yuragim ovozi pasro. Qalbimda hayajon, bunda tuyg'u birinchi bor. Mani maktabim o'tmadi, sanda hayot bekor. Va'da beraman, o'rgatganing esimda qoladi, lekin senga qaytmasligim menga alam qiladi. Xayr maktab yillarim, ustoz va murabbiylarim,
Mana bugun shu davraga Mujarimiz katta yigit bo'lsin. Ota-onasiga, xalqiga, xizmat bolalarga, jamiki og'aynilarga, el-yurtiga xizmat qiladigan katta yigit bo'lsin. Xalqaro yo'limizdan sizlarga omad, oilasiga tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Hamisha topgani mana shunday to'kin tasirlar og'aynilarga osh tuz beradigan yaxshi insonlar bo'lsin. Mana bu dehqonchiliklarga baraka bersin. Sog'lik salomatlik bersin. Jamiki mana shu xonadonda tashrif buyurgan aziz insonlarga mana shunday to'kin dasturxon, mana shunday mehr oqibat qaraversa, hammasiga sihat salomatlik tilaymiz. Oilasi tinch bo'lsin, sog' bo'lsin, salomatlik bo'lsin. Dunyo tinch bo'lsin. Topganlarini mana shunday yaxshilik qilmaydi. 30 yil bo'lsin. Bilaym shunday bo'lsin. Ijozat xorijdan kuyovimizdan ishlarga borodan bersin. Mana shunday topgan tutganlarini jamiyat, mana shu jodi jo'rasi, birodarlari bilan birga baham ko'rsin. Hayotda hamisha hammangizlarga shunday sog' salomatlik, ishlaringizga omad, ochiqlarga ko'p baraka tilaymiz. Doim tinchlikda sog' salomatlik. Umidcha katta jigit bo'lsin. Katta to'ylarda, Umidcha katta jigit. Rahmat. Mana ikki ota o'tiribdi, ikkita ota. Damalishida shu o'z qo'lim bilan ovqat qilib berayim dedimda. Ben aytdim, erkeklarga xalq tomonidan ko'ngil olib turadi, bu kunlarga 3 kun ruxsat olishgan. Bir soat kechikdi. Qanday olmasa yaxshi, yaxshiroq charchadim. Kelib qoldingizlar. Qanday portakal yaxshi? Yaxshi charchadim. Yaxshi yeb keldingizlar-ku? Yaxshi keldik. Yo'lda qiyon bo'lgan. Kelganda bolalar bartadilga urib qo'ydi. Liderja. Qo'yal berib, ishlandan yo'qdan turadi. Siz ko'rsak bu gruppada ana Kelib qoldingizmi? Va endi u ana gruppada siz endi bunday jonli-da endi. Qani oldingizda shaylarni. maydan qo'y. Qashqdan Nega qanday yaxshi? Yaxshi. Yaxshisin, yaxshisin, yaxshi o'tirasan. Bolalarga yaxshi. O'zbekiston qanday uyda yaxshisin, yaxshisin, yaxshi o'tirasizlar. Bolalar yaxshi, yaxshisin. Aysat qanday yaxshisin, yaxshisin, yaxshi o'tirasizlar. Bola-chaqalar tinchlik, yaxshi kelib qolmayapti. Endi bo'ldi. Boshqa bo'ldi. Endi nima Allah. Bana bir okuyun. Portakal çayı da ekti. Qani? Ya ana, shashkab. Gülasal. Ana ushlar. Necha qilsam gene ko'radi. Olmaz gapirsang Gülasal gapiradi. Yo'q, Gülasal meni hozirga. Hamtatta gavur. Qo'lada qo'y. Birinchi o'g'il gavursa kelasa, bir sekidan gavurib, kelaverib savrga tushiramiz. O'zi jup qilib aytamiz. Bahram bitta gavurim, keyin Gülasal gavurat. Olmos gavurat, keyin bu yoqdan qanday qil gavurat? Davay. Bahram jo'ra. Xalqqa turib gavursangiz mayli, o'zingiz bilasiz. Kelinler, yoshlar, sinfdosh qizlar. To'g'ri to'sib qoldim. Sabr abi. 30 yillikdan tashkilotchilari, Xoliq, Ikrom, Sobir, sizlarga cho'ng rahmat. Bizga taklifnoma berib, chaqirganingizlar uchun. Keyin bugun Yurus Umidning tug'ilgan kuni ekan. Shu Umid cho'ng yigit bo'lib, xalqqa xizmat qiladigan, yaxshi ishlarni ishlagan, o'mirli, baxtli yigitlardan bo'lsin. Yaxshi kunlarda, yaxshi xalqning yaxshilik kunlarida kelib, do'stlar, sinfdoshlar kelib
Yaxşılığını bölüşüp yürüyük. Çok rahmat. Al sizge rahmat mana bugün 26-cı günde Sen ne gerek var? Bir kere degan için. çağırganınız için. Başka bollarga ham kasblarinizga baraka, sağlık salomatlikda bo'lar. Siz bordik keldi bo'lib yuraveraylik. Robert Gülasanga. Gülasan, cüp olsun ha, Gülasan'la. Şehir oluşu anlamı Gülasan'da su kullandı mı? Ben işleyeyim şu Glasar'da uçtu bu. Su vallahi bak öyle de koyuyor. Yok geldiğinde de koyuyorlar. Assalomu alaykum, hurmatli, men uchun aziz bo'lgan, bolalikning eng beg'ubor damlarini birga o'tkazgan aziz sinfdoshlarim, dugonalar, kelinjonlar. Mana bugun ikkita bir quvonchli bayramni arafasida o'tiribmiz. Birinchisi Xoliq do'stim, nevaramiz Umidjonning ekan. Nevaramiz bir yaxshi ota-onasiga, eliga, xalqiga, vataniga xizmat qiladigan halol, pok, dadasiga o'xshagan inson bo'lsin, ko'ngli ochiq bo'lsin, kamtar bo'lsin. Jamila bilan farzandlaringiz rohatini ko'ring. Uyingiz hamisha to'yxona, murodxona bo'lsin. Yaxshilik kuningizda biz har doim boshi qosh bo'laylik. Va ikkinchi bayram 30 yillik jarayon. Mana jarayonning boshlanishi. Mana shu 30 yillik bilan yana bir bor barchaga tabriklayman. Mana olis yo'lni yaqin qilib, yurakdagi sog'inchni oshkor qilib, Bahram sinfdoshimiz, Nilufar dugona, Olmos jo'ramiz, Rohat kelin, endi tanishyapmiz, tashrif buyurdi. Rahmat, shunchalik hurmat qilib kelganingizlar uchun Alloh yarlaqasin. Yo'llaringiz ochiq bo'lsin, yo'llaringiz oydin bo'lsin. Farzandlaringizning rohatini ko'ring. Bir nimaga urg'u beray, didor g'animat. Har bir narsa o'tadi, lekin mehr, muhabbat didorni topib bo'lmaydi. 40 yillik, 50 yillik uchrashuvlarda ham mana shunday to'rt ko'z tugal, hammaning oilasidagi tinchlik, baxtni, quvonchini bir-birimizga namoyon qilishni nasib etsin. Kelin oldim, chiqardim. Nevaralari mana shunday inson bo'ldi degan fikrlarni aytish nasib etsin. Dilimiz yaxshilik, o'ylaganimiz yaxshilik. Har kimga yaxshi kunlar nasib etsin. Ömür şamın öydülötüp qarmağım, arpınımda evcildiğine armağım, tekki ketmez asılgen bir jasasang, oşol bolat, ölböz bolup kalganın. Upağımın Kırgızdın, Alatovunu jerdegen. Babam manas aytıluu, joğu namus berdegen. Özbekistan ardaqtu, menin atam ekenim, ene tilim, Kırgız tili, bilem qımbat ekenin. Yana bitta she'r bor, sabr. Taza maktabda ayt, mana she'r ayt deyverardi. Shuni aytay. Adabiyot darsida har bir mavzuni o'qib, kitob qayoqda? Izlab topardim, o'qib bersam, endi bu mavzuga chiqsang, alla aytganday bo'larding derdi. Sabr shu gaplari keyin 18 ma kim kirmagan kim bor desam, pastdan Sabr yozib qo'ydi. Men bor dedim. 18 ga kirmagan kim bor? Bog'ingdan gul uzmagan kim bor? Sen haqingda yozib 4 satr, sirdoshiga asta ko'rsatib, qo'shni qizga bermagan kim bor? Dastlab har kim qalam olgan on, yonib seni kuylar begimon. Tushdim chog'i, men ham domingga, ezgi hislar baxsh etding menga. Hayotimga zarloha bo'lding, ilk she'rimga sarloha bo'lding. Hijrondagi damlarim shirin, yurakdagi g'amlarim shirin. Kulib boqar menga koinot, 18 ga kirmagan kim bor? Bog'ingdan gul uzmagan kim bor? Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kırgızistan'dan geliyor mu bu kelgenmede oylanıp var. Rahat nereden? Hadi. Yani bitti şunu şu cüp sözleri falan İyi görüyorum. 18 ga men kirmaganman.
Ne vardır ya? Ne var? Hali 18'e kirmegen Hadi men kirelek dep. Bunu işak gizlesek işe de sen. 18 yaşga kirelek. 18 yaşga kirelek. Kirelekmin. Kirelekmi. Hala çıragan jigitmin dep koyayım. Yaş çıgana kirelek. Jigitmi. Yes kirelek jigit. Üç çocuk Habiba depersen oldu özü çıkartıp жүрüp 18'den ötüp Abi üçüncü abi var mı deyip. Abi çok bile basıp yanasına kendimiz sıkılan bir şey yapma. Abi çok da bir muha gavurca dediler. Hazır. Kimlerden Üç çocuk Habiba Az gaplasham, gaplash qo'ying. Shularga. depersen oldu beçedi. Xo'p. Az gaplash qo'ying. Video işledi. Video işledi. Girer şimdi. Nima deysiz? Sonda öyle 18'e kirip ketken edi. Yangi yılda hamma çapan papanlar tezkar bir maskarat bol haplarını kirgen edik. Yok be. İyi değil mi? Ya sabır baş. Sonra mı? Ya sabır baş aldı. Yok. Uylanmagan aldım mı? Kakrat men qarba bo'lib borganman. Ha, şöyle can başta çapanlar papan tezkar giyip alıp. Qarba bo'lib borganman da. Bu vaqtda analar shunday ushlab oldimdan bor. Hali Kinder işte oldu. akalar maskara analar. Bukaları Allah'lar. Ocha ol deydi men. Men ana tayoqni turib. Yeganim olib qolgan. Hammasi borgandan mana ikram deb meni tanib olgan. Bo'ldi. Qani borgan da? Ya meni tanib olgan. O'zi chapandir barni bu Tayoqlarımı tutuyorum dedi. Yegan uramdan tayoqni tutdim. Alma gelmedi. Kolum uzun yok, kolum özüyen tayaktayım. O tayak şuramızı canım. O'zi bilinib turadi. Da bo'yi uzun ele, o'zi sabrlari. Ular ona matasini deyishadi ular. Bak mana da sakal bor. Oba uyga borganman da. Malada şunu oylap tapqanın içine. Şunu oylap tapqanın için. Bunu sevgi değil et de. Endi yangi İngilizce. İngilizce. Şöyle mesela. manalarda bormi? Sabr. Qo'y. Olmaz. Qanaqa ishi? Bilim parda qaldi, gavur yerga taqib olaylik. Kelin söylesin de. Yo'q, söyle, sen ne yapma? Sen ne ötküz varaman deb turibdi. Uyga bordi deydi. Ha? Ya bak kepet video. Ha, video borda ben bilan. Hamma gavur aka. Ha? Mehmon siz mehmon. Var. Şulaydan bilgiledik. Ya, geldin ya, vay vay geldin ya. Para nergis? Ay, taşlardan da görüşürüz. Merak taklar. Görüşürüz. Merak Hiç kimga turma dedi. Akmanga turayda sağ olun. Bozumda bu. Şikayet var. O yana. Zordan zor chiqqanda deydi-ku. Çıkman çok mu? Sabırda kaldı da otur. Sabırda gelme. Sabır nöbeti gördün. Sen ben pas et koyun. Aya. Sen bir söz vermeyeceksin. Geldin. Sen pas et koy damın. Okey. Ne yaptın? Ben taslamam yürüyü var mı? İlk günümüz tuz bozuldu. Soğuk acayip doğru ikramda ya. Men turib vaqt ketdim. Molla ayda sabır.
Aytmaysiz mi? Men aytaman. Sen zararı kabul ettim oğlum. Burası bir bardak ekan. Men sen aytaman. Ha, sağ ol. Seninki bir bardak ekan. Ya bunu tuttu güzel. Ha, bo'ladi. Yamanda yaşıyorsun. Qanday yaxshimisiz? Ama senin oğlun karaysa. Jiyan cho'ng bolasini. Akmal qanday yaxshi? Mana shu. Aa. Sopa aytib ko'rsasang. Abla, yaman jo'sh, bulay mana o'raytib sopa aytib ko'rsa. Akmal nima qaray? Non. Bular yoshlarlar ko'rishuvasini. Oğlun yaşında. Çerçevemezsin. Ana, kol kanday? Yaxshi, o'zing yaxshi? Endi bunday pastga tushing. Bu yoq tomondan boshlaning. Ha, bu da bir chekada. Bo'ldi, oğlum. Ağzı barga tanımayım. 15 minutdan keyin 15 minutdan keyin. O'zing Bası olay. Ha, chekadagi Aysat bo'ladi. Bilmaydi. Aysa aytayım. Bilmaydi. Bu rahat, minlik bor, bu bilasizlar. Hozir var, bak o'zim tutamay qoldi. Adamdan atmışım. Dağdan geldi de Ayşe dar çekik atıyor oturup oldu. Çıkıyor çıkıyor Hasan herhalde. Özüm bilemem. Özü bilemiyorum. Özüm bilemem. Çeçine dedi. İhtiyasını sırf fikirde fikirde seni. Ana. O nağızdan koyduk mu? Hasta. Hani nağız telefon numara vereceğim. Çek koydu bu. O tiş mi? O tiş mi? Bak kamıştı. Ayıp koydu. Ha şunda var. Gel koydu. Olmaz. Oldu, sıraş oldu. Qanday yaxshi? Yo'q, bo'ldi. Yo'q, bir chekidan sıraş bo'ldi. Sen çakashga de. Yana başından başına. Sıraş verin, ne sıraş? Size başlıyor. Ne oldu? Yana başından başına. Yo'q. Olmadan. Ha, gördün mü? Yeniden yok mu diye? Endi kelding mi deydi. Yaxshilar. Abi, mene maşını geçirdim, oturup kompüter bozmalarını, şundan ötküz beresizler burada. O yakıştırıyor bak beni gel. Yakıştırıyor bak. Niye diye sana bak? Çay. Savcı Ne savcı? Orada orman koyuyorlar, niciler işlemini bulurlar. Ha, yerine almaz şöyle. Söz sizde. Hani? Haydi. Grup koş. Gromka. Olmaz şöyle ana. Gromkan ko'tar. Rongazın ne böyle? Sen ama akmaz görgün yok. Kolu kontrol ettim ya. Akmal demez sabırın tasiri ödeydi. Ha, men kiygan yo'qman senga. Sen yerine hareket. Arkadaş işini başına. Hadi, oldu ya, işleyin. Almaz, davay. Kalıp da. Ulan bu ne gel bugün? Ömrün olsun. Koyacaksın, baktı bu olsun. Olmasın da. Tamam, bunlar yakın şey. 30 yıllık var.
yaxshi o'tkazdik. Ana nima senga bildim, nima senga bildim. Abba. Men mavi klassdaşlarıma bargan yok. Yo'q, nima qilsam? Ha, onda endi qanday siz davom ettirib qo'y, endi olmasini so'zni. Turib bayaqda chashib qo'rqitag'in achib bilan olib. Haluk Jorat balanızın tuğan günü bilen tabriklaybiz. Ümit katta jigit bo'lsin, ömürlü, imanlı, akıllı jigit bo'lsin. Şu jamli ko'ngilsiz qo'sha qarib, balalarımızların rahatını vaqtli qariyalik davrini sürüp yurish nasib qilsin. Har doim mana shunday dasturxon ochiq bo'lsin. O'rtamizda mehr oqibat ko'tarilib bo'lsin. Barishlik, kelishli bo'lib yuraylik har doim. Mana shu endi 30 yillikni tush arafasida turamiz. Mana Qirg'izistondan kelgan qo'noqlarga ham katta rahmat. Shu yoqdan olish yo'lni bosib, nasar aytmoqchi, olish yo'lni jaqin qilib kelib o'tirib katta rahmat. Sinfdoshlar hammangizlarga sog'lik, salomatlik bo'lsin, hammaning oilasiga tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Bas bir yağınız. Sanatı yaşayın çıkar mı? Çıkar kadar ayt. Mayli. Ertaga aytam dedim 30 yil o'tdi. Ayt sana çıkıyor. Yurtda 8 qator aytapman. Neden yok şey? Bir keşke mi diyorsun? Kim var degan yerda zakaz berganda 18 ga kirmagan men borman. Ana ayt canlılar bırakıyor oldu da. Canlılar ne aşmamışlar, yaşmadı. 10 yıllıkta ay kim şunday savol tushdi edi 10 yıllıkta o. Hayır. Bunu o'zi oldu da. Çok güzel. Geçen Kırgızistan'a borganda ham aytib ko'rdim. Qaysira qilishimiz bor edi. Yoshlarimiz jalolabatchi. Yok. Esini chiqmadi. Qaysi ashlan aytdi? Yana. Sog'liq dedi. Yana. Yana. Yana qara. Ana o. O'zingni. O'zingni. Qani? Çocuk bizim o. Çay var mı? Var çay. Artaman dedi mi o? Evet. Tamam. Ümit, devam et. Çok zor. Çok olur. Hamma piyalarsa bormi? Ma videoni tog'isida yo'q bor. Aytdilar. Oldida qo'yayım ya. Mishaga. Zarif. Muzika var mı? Misha bilan rohatga bo'ladi-da. O'zim aytaman. O'zing canlı mı? Canlı. Şuva böyle. Arkadaşlar Özbekistan kalırsa hemen aylarım var. Zarbi. Baskı var. Zarbi var. 80 yıl 90 yıl. Selamun aleyküm. 90. Sinirdaşlar. Vallahi. Bana böyle sebebi bana halıkta öyle. Hadi ana.
Nevramızı Şubat'ınızda halıp şu Nevramız katta gitti olsun. Katta toylarımızda Gel abi ki. Bana alak yok. Git olsun. Yüzge kırsın. Baktığına Başka bir yerler bana kırsın. tamam olup hatta gitli olsun. Şu haladağın daima toy hala olsun. Şurada köküm olup şu toy görüyor ha. Şurada bana şu 30 yıllık kayam Asqalayda da var. Kıtırgan sanaqlı günler. Şunu ham yaxshi o'tkazaylik. Hammamizga omad. Shu mana qo'noqlarga ham katta rahmat. Shuncha yerda kelib, mana qilib, Xudoy buyursa yaxshi o'tkazib, bu esda qolarni bo'lib olib ketamiz. Молодец. Mana shu doimo shunday ochiq dasturxonda o'tiraylik-da. Rahmat. Iltimosini javob bo'lsin, iltimos bo'laverdim qo'y. Javob beray. O'zga bo'lgan men boshib yuraveraylik. Mana shunday bir o'tirish hech qachon buzilmasin. Buzilmasin shunday. O'tirish bo'laversin demay. Haydi. Bo'laversin o'tirishim, buzilmasin. Rahat deb o'tsin. Rahatçı. Sendeki. Ay sen. Sizler sen bilmezsin de. Sen gapir rahat. Sen gapir o başka problem yok. Ben ikram edeyim. O sabır var arada. Güzel geliyor. Çok güzel. 30 yılda nazar olsun. Baharınızda iki dünyada baktığım olmuşlar, kültürümüzde böyle ay hoşunudur. Açık tasarruf konmuştum da hakkında kılıp duruyorumuzdur. Aytganim kesin. Sizler zindagi günlerimizde götürmüştür, amançılık, balamızdan baktığını görmüştür. Balamız akıl esti, imandı, ateşini silaman. Baldardan borçuma versin. Rahmat. Selam shuncha. Rahmat. Irkasa qol, irkasa. Bo'lsa mana sen Aytganingni jattab kelaverdim. Irkasi bu yoqda avjidagi irkasi. Endikisi de jattap keleriz. Rahat. Endi olsa bilep bilep olmasın, satma qo'yiladi. Bo'lsa bileydi yani. Bilep bereriz. Alınızlar. Xudo qo'rganda shuni urdat etganda bilmaymiz-da. Maqsadlar Shu video bor. o'rbacha urdatida aytaylik. Şu bana. Давай, sabır. Sabır bilan navbat o'tib. Bana bir video. Bana kavur. Sabır. Давай. Yeni söz navbat. Sabır al. Al kavur. Apiyalar oldu. Yerim yo'q bu yerda. Ha, tamam. Jamoasini qo'shdim. Bizim var tamam. Uzoq. Hani? Mana. Bo'ldi o. Bo'ldi, gavur öğrendi. Hammasi da bor. Ana shu yoqda mana bu yoqda Bunda var. Tamam. Biraz şey var. Bana olta koyuyor. Sabırlı yarın. Olta basınlar var. Yok ya sen. Şey gavur. Olta koyuyorlar. Olta bas. Ular bunday ushlab. Mana galar işte dedi. Ne çıkmaydı? Evet, evet. Basın kaldı değil mi? Tamam ya. Çalamadı dedi.
Biz kirmedi ya vallahi dedi kalan. Var gapir ya size kalan. Oğlan var, sağlık salamatlık olsun. Ana şu oturgan hamma yurttaşlar, yurlar, gelinler, kızlar, hamma sağlık salamatlık olsun. Ana şu bugün doktorlar, bugün doktoru geldik. Ama bakma, yumurtlar, rahat. Hep keygenler biz için kurbançılık. Sizlerge rahmat. Şunçalık keldim ya. 1000 kilometreden. Sizlerden şu şunçalık keygenler biz için kurban boldular. Anarda bugün sağlıklara, anadan hamisha sağlık anavur. Ana nevere kurban gününe sağlıklar, nevere saksı jigit bolsun. Şu ailenin hamisha tinch xotirjam bo'lsin, ishing omad, sog'lik bo'lsin. Hammaning adam ishinglar omad. Hamma sog'lik salomat bo'lsin. Hammaning kasb barakasini bersin. Sog'lik bor, ishing omad. Endi sözümüz jüp bo'lsin deydi. Kırgıziston'da bugün halk ta'lim oluvchisi Dilfar Gafurova. Dilfar Abdiyevna. 29'da. Deputat. Qani? Ola. Ko'tabeta. O'zimga telefon qilaman. Qanaqa? Boramiz. Şunday çakırgan adamlarımız var ekeniga shunday o'zimizcha suyunib qilsamiz. Nasib qilsin. Bayramimiz qutlug' bo'lsin barimizga. Barimizlarning ishingizlarga egillik, tinchlik, o'zimizlarga den sog'lik. Barimizlar o'ylagan maqsadlarimizga yetingizlar. 30 yıllık bu Oğuz'da aytiş oğuy. Bunda esipte qarasak ömrümüzün jarım ötüp ketdi. 30 yıllık nasip kılganға var, nasip kılganға. Çok nasip kılganға Kudayga şükür. Халық Jamila sizlerge çoğun rahmat. Ümitcan olsun. Bugün Ümitcan'da kurban günü dep kelip oturabız. Çoğun jigit olsun. Ömürlü, rizqılı, berekeli. Jamila ekөөңүздөр тең калып, тең алып, балдарыңыздардын жакшылыктарын көрүңүздөр. Балдарыңыздардын сыйырмасында төрүндө жүрүңүздөр. Балдарыңыздарга ден соолук. Майрамыңыздар менен ошол бизди чакырганыңыздар үчүн сиздерге рахмат. Ошол чакырган адамдарыбыз бар болсун, бай болсун, ден соолуктуу болсун. Ya işte. Жүз көрүшүп турайлы. Ар дайым ачык дасторконда. Bayramımız kutlu olsun. Ben Nilüfer'in davulun için vay bu. Ne kadar bayısın hani? Ya biz zor tıkır yapıyoruz. Çay mene, kola mene. Nilüfer'in davulun ko'tarmasanlar, bahram xafa bo'ladi. Shuncha yerdan kelib o'tirib, Nilüfer davulsa ko'tarib o'tib, bahram xafa bo'lmasa. Ortay, men borman deb Nilüfer, men borman senga borman. Hozir, keyin olav. Ana, tam olav. Olib chiqaradi deb bo'lsa. Ha.
Ümitjon katta yigit bo'lsin, yuzlarga kirsin, umri uzoq bo'lsin. Har doim mana shunday to'ylar bo'lsin. Shu katta yigit bo'lsin. Katta yigit bo'lib, yuzlarga kirib yursin. Shu aytganingiz. Ana Qobil akasida, Quvonch akasida katta yigit bo'lib, qasdan erishib ketaversin. Ay vaqt bular kichkina bo'g'inki. Ana qo'llarni ko'tarib Ay vaqt qo'l. Ayva. Uncha katta yigit bo'lsin. Katta yigit bo'lsin, shunday bo'lsin. To'ylarda ham o'tiring. Davramız ko'payaversin. Ota-onasi rohatli tursin. Yaqinlabcha. Video uchun anonsa kerak. O'zing misol. Oldu galiba Yo'lda shaka. Evet. Rasimni olib rahmat uka. Qara. Kalan ko'tar. Bozor boyda. Atam oldi, taytang atam oldi ga. Bozor boyda. Hayda shu katta bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Ota bobosining davlatini, ota bobosining umrlarini bersin. Shu yerda kelgan mehmonlarning hammasini xonadonida bo'lsin, o'zlarining o'zlari bo'lsin. Kasbkorlarga Alloh taolo baraka bersin. Dehqonchilikda, chorvachilikda elimiz, xalqimiz, yurtimiz tinch bo'lsin. Tinchlik bor yerda mana shunday dasturxonda o'tirasiz. Tinchlik bor yerda to'y ko'rib borasiz. Tinchlik bo'lmay elimiz va davlatimiz tinch. Xudo doim bunday tinchlikdan ajratmasin. Hammalarimizni xonadonlarga tinchlik, o'zlarimizga sog'lik, shu topganlarimiz to'ylarga, yaxshi kunlarda nasib dasturxonlarda bo'lsin. Mana shuning uchun olamizlar. Yerda Xolbaykan arsiya qo'shamin raisidan o'tiribmiz. Bilan Xolbayga rahmat, mana shu boshqa shu o'tirasiz. Xolaka dasturxon ochiq bo'lsin, restoran bo'lsin. Umidcha katta yigit bo'lsin. Rahmat. Sog'lik, omonlik bo'lsin. Iskandarning xudosi to'ylarda o'tirib qaraydi. Dasturxon yeniga ham bo'yramosin rais. Mana xudosi mehmonlar ko'p bo'lsin deydi. Meni muvaffaqlar, menga ham shunday bo'lsin. Nima deymiz? Umidjon qaytek Bozorboyga yuraver. Qanisi ham boshqa men yaxshi ko'raman. Nevrangiz bo'lsa. Albatta, o'quvchilardan mana shunday nevra menga nasib qilsin. Men Allohga mana shu xursandman, dasturxon ochiq bilan mana shu Umidjon yuzga kirdim. Allohga dasturxon ochiq bo'lsin. Tabriklaymiz. To'ylar tay bo'ladi deb o'ylab yuradi. Çok rahmat. Hayvan. Şunday suyunib ketibdi. Hayva jami bu kun telefon qildi da. Şu devedi mi? Onu anıp turan yo'q edi. Men butun 10 yıllık tavuklarımız. Maktab paytdagi rasmlarimiz. Mehrayimiz o'zimizga qancha desam mayli. 200 desam mayli. O'zida bo'ldi. Odam var, biliyorsun. Müşahidinde yine tutamarak kalan doğru. Men mana tutan. Gapdan o'tmoqchiman. Gaplarmayman da. Kela oldim. Bolalikni juda ham sog'indim. Beg'uborlikni. Senchi do'stim, sog'inmadingmi?
bolalikni. Bir dostum var eslatadi bolalikni. Bir dostum var o'rgatadi donolikni. Ko'rishganda o'tgan kundan gaplashamiz. Sog'intirdi bolalikni. Bir dostum var eslatadi bolalikni. Ey bir dostum var o'rgatadi donolikni. Ko'rishganda o'tgan kundan gaplashamiz. Sog'intirdi bolalikni. Hey dostum sog'indingmi bolalikni. Hey Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Mana bugun manasimizda yana bir katta bayram shodiyona 1977-yillarning 30 yillik yubiley to'yi. Bugungi yubiley bilan barchangizni tabriklayman. Jahonning shodligi yig'ilsa butun, do'stlar diydoridan bo'lolmas ustun. Dunyoda bo'lsa ham neki achchiqroqdir dono do'stdan ayrilma. Qarindoshdek bo'lib ketgan bir do'stim bor boyliklarga to'lib ketgan. Bir do'stim bor hozir musofirlikda. Oramizdan yuragimiz yo'lib ketgan. Bir do'stim bor qarindoshdek bo'lib ketgan. Ey bir do'stim bor boyliklari to'lib ketgan. Bir do'stim bor hozir musofirlikda. Oramizdan yuragimiz yo'lib ketgan. Hey do'stim Ayting. Hurmat. Va alaykum assalom, o'tiringizlar. Tartib bo'lavermaydi. Hurmatli she'rlar, bugungi darsimizda Zomin sanatoriyasida tarbiyaviy soat darsini o'tkazamiz. Hozir hammamiz javoblasiga Zominga. Qirg'izistonda to'yxonada qilamiz. Sinfga kirish kerak. Mana sinfdoshlar bugun o'qigan maktabimizni ko'rib aylanib, Zomin sari yo'l olamiz. Alamda gezip jursam-da ayılım ketpeydi esimden. Balalıqты eski salgan güçlür turat esimde. Atamğasını үйrөткөн altınday bolğon mektebim. 11 yıl birge okugan klassdaşlar ел çıgayrılıp eskini eske salışıp bir partada oturgan ardaqtуу gündü eskерip чер жазышалы сырдашып. Ele ketkensin arı, göz yirmemde öttü 20 yıl. Partalaşım jakındarıma, gelip turat bugün ırdağım. Gelip turat bugün ırdağım. Büyük bolsun kadır barkına. Vakutçuluk günde resimde, çoğulçubuz günde geçinde. Kasetadan muzika uğup, oynağımız kança veçirde.
Bilegen biz kança geçirdik. Büyük bolsun kadır barkınar, alıslarga jetsin dankınar. 20 yıldık bu yıl bizdiki, kaydasınar 86'lar. Bar bolgula 86'lar. Akkay qağas salğamın, akkayıp yazağamın. Okuçuluk ömürüm dep yazğamın. Akkan suğa salğamın, köpkö çurqap barğamın. Uzağança kol bulğalap durğamın. Ağıp ketken okuçu kayığı, emizde tappay kaldım dayını. Yüzsüzlükte tonun kulağı, ötkünmezde bugün duramı. Haddin menin o şol bala burağı. Yüzsüzlükte tonun kulağı, ötkünmezde bugün duramı. Haddin menin o şol gülgün burağı. Bunu halgi kesiyorsa jürü yese bu. Bol. Bir yandan Biraz bıçak verin. Taklı- Bıçak ver. Çığırın bir yandan özünü Ya kapsam. bıçak verin de. Lan Yok bilemem bu algıda. Bunu bir çırayı kılıp aldan keyin koyalım. Şunday kılasta. Biliyor musun? Bol. Onu kılam sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Buna bir tepte koyma yani bu. Ha, endi atay kelgenden keyin. Mana odan kesinde yan baştan kılamiz. Kızıldı koyma, kızıl boy. Nimaga? Shuni nima bitadi? Mana bitta tashanglar bo'ldi. Mana. Bismillahirrahmanirrahim. Mana. Tashanglar.
Liger nima degan haligi? Quyruq bo'g'ir. Ata bo'ladi. Mana. Quyruq bilan bu jigar deydi mana. Mana shu quyruq bo'g'ir deb mana shu aytgan. Bitta quyruq, bitta jigar qilib ursangiz, aytadi. Endi bunisini ham ko'raylik, quyruq bo'g'ir qilib ana. Bu. Ana yashang. Rahmat Xolmurat aka, qo'lingiz dard ko'rmasin. Omadlaringiz bersin. Mana shu chiroyli dam olib kelsalaringiz xursandmiz. Oling oling. Olga, Sardor, ol sen. Bichman davradagi lolgilardan olaver. Hurmatli o'quvchilar, men juda xursandman. Bular bizni mana shu oilada tradisiya, bu mana o'rtoqlar uchrashuvi. 10 yillik, 20 yillik, 40 yillik o'tirishlarning guvohi bo'ldik. Mana bugun 30 yillik men o'zimning birinchi qaldirg'ochlarining yig'ilishi. Bu yig'ilish bu juda ham yaxshi tradisiya, chunki Tordim qaytib ketib qo'ysan, shu yerda mana qirib ketib qoladi. mehr oqibat, do'stlar dildorlashuvi. Mana sizlarni ko'rib men 30 yoshga mana yasharib o'tiribman sizlarga. Xuddi shu yoshligim, men endi o'qishni bitirib kelib g'ayrat shijoat bilan kelgan paytim mana bularni bitiruvchi qilganman-da. Bu foydasi bor ekan, endi biz sinf rahbari deb nima demoqchiman? Hurmatli o'quvchilar, mana shu birdamliklaring men hamisha sizlardan havas qilib beraman, chunki sizlarning orqalaringdan hech shu kungacha men g'ururlanib yuraman. Chunki 25 ta bola bitirsa, klassga 25 ta. Shunday. 19 tas oliy o'quv yurtiga kirdi. Birinchi mening yutug'im shu bo'ldi. 1 yildan keyin sizlar bitirib ketganlaringdan keyin rayonadan keldida, rayonaga meni ishga taklif qildi. Men aytdim, yo'q, men shu oilaning bolasiman, shu yerda ishlaymiz deb. Mana Xudo xolasa hammalarining orqalaridan to'lqa xursandchilik. Sizlarning ishingda hamma kasbkorlar bor-da. Bitta sizning o'quvchingiz shunday bo'ldi degan bir salbiy narsa men eshitib edim shu paytgacha. Rahmat, chunki men sizlarni qayerda yursam, sizlarning yutuqlaring hozir mana nevaralarim o'qityapsizlar. O'qishlarda o'qiyapti, turmushga beryapsizlar. Tahlil qilyapsizlar. Rahmat. Mana shu mehr oqibatimiz hech qachon uzilmasin. Aka-ukachilik bundan ham davom etaversin. Hammaning oilalaringga tinchlik, totuvlik, baraka, fayz, eng kam o'tirgan shunday bo'lsin. Nasib qilsin 40 yillik, 50 yillik bundan ham ko'p davralaring, bundan ham ko'p jo'ralaring yana qo'shilaversin. Endi uzrli ba'zi endi tushunaman men, uzrli bo'lib kelolmay, qatnasholmay qolgan o'quvchilarim bo'lishi mumkin. Mayli, yanagi yili, yanagi o'tirishlaringda hammalaring birgalikda mana shu xursandchilikda o'tirishni xohlayman. Hammalaringga sog'lik, salomatlik, tinchlik, totuvlik, baraka, fayz. Eng kam o'tirgan shunday bo'lsin. Sizlarning dasturlaring eniga ham, bo'yiga ham o'saversin. Shuning uchun olamiz. Rahmat. Men Yemendan 1000 kilometrdan kelgan Olmaz o'quvchimga men katta tashakkurnoma. Mendan Bu yoqda yana bitta o'quvchingiz bor, Bahrom bor, Nilufar bor. Endi bu yoqqa kelib o'tirish kerak edi. U yoqqa borsa meni qo'ymaydi, o'zini meni qochib yurdi. Mayli, keyin yetkazamiz. Bo'pti. Shunchalar. To'qqiz yetmaydi. Qani olingizlar. Bo'pti. Qani sherikdir. Olim. Nevram qani? Rahmat. Gapga jo'qim dedingiz, to'g'ri kelgan. Qayerlardan keldinda oxirida sherim edim bo'ldi. Yaxshi yil bo'ldi. Yilligimiz ham boshlandi. Hozir mana Dug'obaga kelib, Dug'oba qishlog'ida mazza qilib, issiq patir bilan nonushta qilib o'tiribmiz. Endi Xudo xohlasa, nasib qilsa, Zomin sanatoriyasiga qarab yo'l olamiz. Sinfdoshlarimiz hammasini tabriklayman. Mana shu 30 yillik uchrashuv bilan tabriklayman. 40 yillik, 50 yillik uchrashuvlar ham mana shunday 4 ko'z tugal bo'lib, eson-omon uchrashib yurish nasib qilsin. Yaxshi kunlarda yurish nasib qilsin. Bosh garang bu yo'lda oqshatdim deb. Bosh garang zo'rg'a Cherneyevga jetdim. Yo'q, nevrim bitbalaq. Yo'q, qo'ydilarmi? Bahramni? Video qolaver. Chiroyli qilib qo'yayotgan payti. O'zing bilib olaver-da. Bu yoqda hangama zo'r bilyapti. U yoqni yondirib kelyapman. Nechta? Itoga? 5 ta bo'ldi, bu yoqqa. 5 ta keldi. 4 ta bo'ldi. 4 ta. Ber buni. 5 ta. Mana. Bo'ladi buni. Qo'yavering zo'r yo.
Şaşma deseng bulur. Men bunu bana Kızıl ayakkabı orta kap geldi. Havayı geldi. Yan tartışmasan bo'lmaydi. Qarang taqdirda. Alga. Bilasan? Bitta surat qoling endi. To'xta, vaqti. Men atayin shuni bilasan surat qoladi deb shashib kelaysan. Inobat qilmaysan. Hazırga beringiz dedi. Alga. Apatib bermadi. Men ham oldim. Mana shuni Go'shtlarni qo'yg'il uchta dedi. mana Tog'larini tandir go'shtlari kerak. Qara uchta deb qo'y. Tandır go'sht. hali yana bitta keladi. 4ta bo'ladi. 4ta bo'ladimi? Hozir bosib o'rgizsin. 4ta o'zing bilan qo'shib olib keling-da. Ha, jo'si. Mana hurmatli sinfdoshlar, uchrashuvimizning go'zal damlarini boshdan o'tkazyapmiz. Tandir go'shtlar, issiq, patir, zominning toza giyohlaridan yeb tayyorlangan sariyog'lar, ertalabki nonushtaga yana bir bor sinfdoshlarimni bugungi bayram bilan tabriklayman. Har doim inson bir-birimizga do'st bo'laylik, mehrli bo'laylik, oqibatli bo'laylik. Voy Ikrom. Kim aytursin Gulasal gavur aytadilar. Garchi qancha mag'rur bo'lsa ham piyolaga egilar choynak. Shuning uchun manmanlik nechun kibr havo nimaga kerak? O't mag'rur ostonasidan kamtarin bo'l, hatto bir qadam piyolani inson shuning uchun o'par doim peshonasidan. Aziz do'stlarim, sinfdoshlarim, kamtarlik doimiy hamrohingiz bo'lsin. Marhamat, hammaga yoqimli ishtaha. Rahmat. Siyatlarınız kol olsun. Çıkıp sadayladım. Hoş geldiniz. Sonrada yakında yaptınız. Yer var. Geç ayakta yürürse görmesin. Hayır, bunu aytıyorum. Hani alınız nereye? Mesela saat 8'de dese, ben onda bulardı çıkarıp durup oturup getemem dedim. Peki saat 9'da ekip getemem ama ya tuturduk içiler. Sizin 30 yıl var ya. Rahmat. Malades. Bin kilometre bunu İstanbul'dan geliyorduk. Kırgızistan'dan hem malades. Bişkek'ten. Ha, ödeyen hepsine birliktesi vardı zaten. Oğlum caş kişinin neleri adam. Hiçbir işten oturup ettim ben. Ne oldu? Anlasın basıyor. Alınız nereye? Karaç şu manaşı video çal. Ki kabiradı. Oldu bitti arası ya. Başka bir şey. Ha, su bile konuşturam. Yok. Güzel. Ben akıldım. Güzel. Lekin hali kelmezler kechgacha. Men kechki oxirgi patrulga men chaqirasiz. Zamına varamıyor otur. Gayet qo'y. Hozir zamon ishim bor. Men chaqiraman. Ballarga berib. Yo'q, ballar yo'q. Hammasiga ketgan. O'tkirga bering, O'tkirmaydi. Oyoq qo'l jengli. Men suv bilan ichaman. Lekin gavda emas. Ichib yurganmiz. Men qanga borayim deb. Men xormadan qanga bordim. Ko'p sal. Bolam, mol oyoqqa tez. Ishga olib vaqt bor. Qachga bersin? O'tkir, juda pastda. So'ng jo'nadim. Mana olmaz. Ayting uni. 30 yıllık bayramımızdan beri bizni chaqirib bizdan O'zbekiston keldik. Sizlarni sog'inib, quchoqlashlar. Rahmat bilan sevinglar. Har doim intimoq bo'lsin. Men kel. Ko'rak kelaman. Shunday qil. Kutu olsun şu 30 yılımızda. Rahmat. Malades. Bayramlarınızı yaşattınız. Bakın istedim 30 yıllıkta şey arkamızda görürsünüz. Kırgızistan'dan gittim bu adam. Rahmat sizge. Uzak şeyden. Gap bo'ldi. Alınız arkana. Hurmat qilib mana Shuncha jo'ralarim bor deb kelibdi. Qancha ishi bo'lsin. Dilbonni olib ol. Bishkekda o'zi turadi. Ha. 202 mashqqa baydaydi o'zi. Qani? Bishkekda aylantiradi. yaxshi so'zlar qolmas. Yo'q so'zlar. Endi biz endi xizmatdagi odam endi. Bo'ldi. Hozir endi. Oldi. Qani alınız nereye? Osh bo'lsin qani. Gapiraylik. Videosini chaqir. Achkini olib qo'yib berdi. Birazdan sal bo'lsa. Sen masmo qo'y. Hozir Popayt gavur olay. Niyeti gavurga qo'shmadim. Nega michil qo'yib olay? Aytganda. Avvalambor sog'lik salomat bo'lsin. Mana shu mehmonlar keldi, mana Qirg'izistondan. Rahmat bo'lsin. Rahmat. Shunchalik mana bugun 30 yillik arafasida o'tiribmiz. Mana shu yigitlar, sinfdoshlarimiz
Zamunga kelib, mana shu yerda bir ochiq yuzli, ochiq dorsoqonda o'tiribmiz. Mana shu jo'ralar. 30 yillik yaxshi bo'lsin. Shaxsni Kelayotgan 30 yil bu, hozirgi 30 yillik. Olmaz, sizlarga rahmat. Shunchalik kelib. Sizlar bizni siylab shunda keldinglar. Shapqangiz. Sizlar kelding, biz xursand bo'ldik. Mana shunda kelganingiz uchun. Bahram, sizlarga rahmat. Shunchalik keldinglar. Hammaga rahmat. Mana shu 30 yillik hammamiz uchun bayram. Sizlarga rahmat. Kelganing uchun. Sizlarga ham rahmat. Ha, qani ziyoli. Qo'ylar bo'lsin. Sizlarga katta rahmat. Shunchalik Malades. Ana. Bu yerda hammani o'z hissiyoti onalar bor deydi-ku, hissalari bor. Hammalarning hissalari bor. Shu hammangizga omonchilik. Qani? Qani olinglar. Belga suzibdi, bu moy yaxshi. Yo'q, yo'tilga yaxshi-da. Necha onda jo'nish? Eshitdimmi? Videoga tartaytasizmi sen? Suratga ham tushirib qo'y, o'tirganim. Bitta durishdan o'zing. Buni qo'ysan bo'lmaydi. Nada deysan, arg'ar ekan. Oyamizniki bilab qo'yasing. Chak qoladi. Chak qoladi. Ish ko'rinadi. Oppoq. Jonboshdan chiqib Ko'chib qo'yib. Ko'chib qo'yib. Bo'laveradi, deb oldin bitta qarab qo'y. Keyin mana yerda lamponlarda, tog'lar paratga qilmasin sol. Bo'ldi. Shundan dedim, bu yoqdan dedim. Bo'ldi gaz. Bittasiga non, bittasiga go'sht. Qan aka? Boshqa solib. Ha, solaver. Ha, chashmaygan. Yo'q, keyindan. Yondan. Qani ayting aka. Mana nima deysiz? Mana Muzalmaga rahbar yashaylarga oldi. Olmaz. Sağ olun. Yaxshi. Ne şu 30 yıl bayram mı bu? Bayram ya. Bayram. Bayramını tabrayam bak işte. Hammalarınız aylarında. To'ldirib. Tinchlik, sog'lik. Bu işi. Hastalar bo'lsa, Yo'ralchilik bo'lsin, toshchilik bo'lsin, abadiy bo'lsin. Olmaz, cho'ng rahmat. Bahram o'g'onga cho'ng rahmat. Selyang menen kelsinlar. 70-80 gacha qilaverib, to'rtta besha qilshyapman. Shunday. Xudo xolasi. G'iybat qilib, g'iybat qilib yuraversin. Nima deydi? Hasad bilan emas, havas bilan yashaydi. Ha, yemush, nimalar kelish kerak edi. Shular ham shu 30 yildan boshlab. Xudo xolasa 40 yillikqa keladi ular. Orqadan Endi bormi 35 yillikqa uchrashadi. 5 yil. 5 yildan keyin. Orqadan gapirgan o'rni ham doim orqada bo'ladi. Yuraversin. Shunday. Biz o'zimiz intimoq bo'lib, hamisha to'ylarda vaqt keldi, bolalar uylab chiqargan. Zaten doim birga bo'lib, undan keyin bir cho'rni kasalar tashkil qilaylik. Shunday qilamiz. Bir har oyda bir o'tiradigan qilaylik. Bu dunyoda shu ko'rib qoladi. Milliard pul bo'lsa ham qoladi. Xolos, orqada. 1 milliard bo'lsa ham bola chaqani, ya'ni 2 milliard tashib ketmagan ekan deydi. Shunday. Bolalar chaqandan rizqini o'zlariga bersin. Xudoga shukr, hamma seni qarab sovuq, bola chaqani sovuq. Xudoga shukr, bu yaxshi o'tirishlar yurish kerak. To'g'ri ovoz? Nima deymiz endi? Yani 40 yıllıkta ham, 50 yılda ham şu safimiz kamaymasin. Şurada ham bundan ham o'zlariga borib, tashkillarga olib qo'yaylik. Mana biz aql shopurlarga ham katta rahmat yo'limiz hamisha oq bo'lsin. Taqolar yaxshi to'ylar bo'lsin. Har doim shu yaxshi to'ylarda uchrab yuraverikda. Rahmat. O'zingizga xayrimiz bo'lsin. Qani? Olingizlar. Gracias.
şaştırmaçı bolere Koştoş olay koydurdu sunu Göz yaşını görse gördüm gurur
Gözlerim mekkeli, hoş gidip de yavadi. Siz görme baylanamda karındaşım vay vay vay. Vay vay vay. Damağa cavası, kokusuz buna. Damağa cavası, kokusuz bulamazsın. Ağlayın 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 ay ay ay. Men uchun qadrli bo'lgan sinfdoshlarim, sirdoshlarim, mana bugun 2024-yil 28-may sanasi biz uchun bir ajoyib kun, bayram, ya'ni 30 yillikni barchamiz havas qilgan So'lim Zomin tumanida hamrohi bo'lsin, farzandlarning rohatini ko'rsin. Mana olis yo'lni yaqin qilib do'stlari bilan diydorlash uchun yetib kelgan sinfdoshlarimiz Bahrom, Ilfar, Olmos do'stlar bilan uchrashish uchun olis masofani bosib kelish ham bu mardning ishi. Mardning ishi. Bu kunlar o'tsa-yu, unutsang ey yor. Oliydi, do'koyam oliydi. Sinfdoshlar, har bir kunimiz bayram, har bir kunimiz yaxshilik bo'lsin. Mana sinfdoshlarimiz bilan 40 yil, 50 yillik uchrashuvlar bo'lsin. Sizdan boshlanadi asli tafakkur, munis muallimlar, sizga tashakkur. Marhamat, davraga sinf rahbarimiz hozir kunda 12-o'rta ta'lim maktabida pedagog faoliyatini davom ettirib kelayotgan Nishonov Mirzal ustozimizni davramiz markaziga chorlab qolamiz. Ustoz, keling. Ustoz, assalomu alaykum. Bugungi bayram bilan tabriklayman. Har doim e'zozda bo'ling, ardog'da bo'ling. Bu shogirdlarning, farzandlaringizning rohatini ko'ring. Nega qo'llaringda dasta gul, ustozim motingsan, bunchalar bugun. Qalbingda isrof, ko'zlaringda nam, go'yo umid bo'lgan borlig'ing butun. To'g'ri, sen haqlisan, qancha yig'lasang, chunki shogirdlaring ketar yoningdan. Ko'ngil bog'i axir yuvilmas sira, yo'q hargiz o'chmagay sening qalbingdan. Qad bukma, dadil bo'l, yo'llaring uzoq. Ustozim ravshon, hayotga chorlar, boshingda parvona, shogirdlaring bor, ular vaqti kabi iqboling porlar. Demak, ustoz bor, bu shogird bor. Har doim ishingizga omad, yuzli tilaklar hamrohingiz bo'lsin. Ustoz, bitta tilak tilayman. Iloyim farzandimning farzandining murabbiysi bo'ling. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Butun sinfdoshlar nomidan arzimasgina sog'lig'ingizlar, marhamat qalbingiz bilan. Shundan boshinggiz omon bo'lsin. Bir hoşafetingiz var. Almasayam kavarda. Nagirsin. Almasayam kavarda. Bakın. Fazla kavrada. Muallim haqida so'zi xushbudir. Muallim kamolat ko'zgudir. O'quvchidan kerak tarixini ko'p bor. Taqdini, farobiy, bari o'qidim, nur ko'z aqlim. Bariga o'zingsan, ustoz muallim. Alisher qalbiga solgan sehrday. Sensan ey ulug'zor ustoz Abulay. Qutlug' xonadondan qutlug' salom. Shogirdlar nomidan buyuk salom.
Akmal. Ben özüm Daston'un şarkılarım. Boya meni takkamlar. Ateli telefonlandım. Kaçan bu? Ha hani at, yok orada bir tek geliyor. Bitti mi kan formana? Sınıftaşlarla tabriklaştım. Bahram Cansu'na garip edersek. Koşun Respublika'da karşılaşacağız. Matematikler. Bahram. Boş vazir. Rahmat. Nerede? Ben YouTube'um. Senin her bir oyunlarını ben YouTube'um. Bana şarkılarım, hemen şarkılarım. Ben Amış'a 30 yaşına yaşadım bugün. Ben doğanları kazanmış ki görüyoruz diye doğanları şarkılarından rahmat. Ben kabulde men de gördüm. Olsa menden ziyade oldu. Hemen oynayan kısmı atılıp bana kafayı en kamuotu başında olsun. Şimdi köyelmegen şarkılarının üstüsü vardır, geçilermiş. Ve kitablarını dinlemek. Ben sizlerden doğru klasım, ekte klasım, başvazım, çok sana. İşlerin hemen oynayan kısmı atılıp bana kafayı söyleyeyim. Ama en kamuotu başında olsun. Rahmat. Sal, baş turasizmi? Bu. Bayramlarınız bilan. Şu 30-yillik uyushtirgan siyosatlarga rahmat. Mana shunday yaxshi qilib o'tib beryapti. Hammasini qizlarni, bolalarni, oilalarni baxtli qilaman. Kasblarga baraka, salomatlikda bo'lsin. Yaxshi kunlarda uchrashaylik. Yana sizlardan taklif qilyapti. Sizlardan yanagi 40 yillikda 10 yillik masa 30 yillikda ham mana uchrashib. Acayip plak geçmeyecek marhamat çıkaracağım. Plak tashkilotchi. Diyalog aytsa lekin. Sultonlar, jo'ralar, hamma tashkillashtirib, bir yoqdan bosh chiqarib, shunday tadbirni tashkillashtirib, tadbirimizni yaxshi bo'lyapti. Sizga rahmat. Bizni tarbiyalab, hammasi mehr-oqibatli bir-birimizga mana shunday holatda 40 yilliklarda ham shunday o'tiraylik. Hamma xonadonlarda to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Farzandlarning to'ylarida, hamma to'ylarda bir-birimiz borligimiz abadiy bo'lsin. Rahmat. Hammaning to'ylarini aytinglar, men bosh hamisha turganmiz. Kelajak gençlerdeki sal o'tyapti, erta to'y boshlanib, hammalarning to'yida boshqasi o'tadi. Rahmat. Yana tashkilotchi sinfdoshlarimizdan Xolixjon Sulaymonovdan ajoyib tilaklar eshitamiz. Marhamat. Hammadan tabriklayman. Hammaga qisqasi. Yaxshi
Az gavur olayıp. Bitta gavur. Hammasida gavur. Bular faxrlangan va oilangizni to'stirmasdan har doim to'ylarimizda kelasizlar. Mana shunday yilliklarda, uchrashuvlarda bizning aziz mehmonimiz bo'lgan xush kelibsizlar O'zbekistonga. Marhamat. Oy, men yo'q bo'lsam, men klassdoshlarimni tarbiyalab o'stiribdi. Rahmat. Rahmat. Ha, inshaalloh. Bundan beri men kelay. Rahmat, 30 yillik maydonlarga o'tibsiz, ha? Rahmat. Sağ olun. Ya özüm getkizib qo'ydi. Ha. Ya shunchalik rahmat. Men taqvoy taq. Qani? Rahmat bir bayindan. Men cho'chib o'tiraman. Bosh qolgan Doğaçka barao. Rahmat. Endi buncha kadar shuna bosadi. Dur, sağ ol. Yana dugonalarimizdan hozirgi kunda Qirg'iziston Respublikasi pedagog faoliyat faoliyat qilayotgan Nilufar dugonamizga so'zlamadi marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli og'ay, qimmatli kursdoshlar, baringizlarga ushbu 30 yillik bayramingizdan men chin yurakdan qutlaqlayman. Baringizlarga ishingizlarga ig'lik, bilimingizlarga tinchlik, o'zingizlarga tinchlik. Har doim shunday barishtu kelishdi, bo'lib qatnashib, 30 yillikda uyushtirgan aktiv bolalarga qizlarimizga cho'ng razıyız. Bundan keyinda shunday bir-birimiz bilan barcha kelishib o'tiramiz. İşimizga yengillik, tinchlikda bo'linglar, bor bo'linglar, boy bo'linglar, o'ylagan maqsadlaringizga yetinglar. Dag'dil bo'lib bayramingizlar bo'ling. Baringizlarda o'shanday kutib turgan odamlaringiz bor bo'lsin. Agar chaqirmasa, qancha kelmaydi. Rahmat, Xudojon, marhamat. Bir xodimana sinfdoshlarimizga samimiy tilaklarimizni bildiramiz. Assalomu alaykum. Mening qadrli sinfdoshlarim, mana bugun 30 yil kurashimiz hammaga muborak bo'lsin. Hammangizlarga omad, oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik, oilaviy baxt, hammaning avvalambor sog'lik, salomatlik. Mana Xudoga shukr, hamma sinfdoshlarimiz to'y qilyapti. Hammani to'yga yetkazsin. Hammamiz bir-birimiz to'ylarimizga bor, kech
bo'lib yuradi. Ustozimiz yuzga kirsin, bizdan oshsin. Bizim 40 yillik, 50 yillik boyasındaşlar aytmoqchi, 30 yillik bizlarimizni biz bilan birga yuravering. Sog'lik, salomat bo'lib, yangamdan qo'shib qaring. Masalan, ustozimizday bo'lib qolibdi, harakat ayirmoqchilar bo'lib qoldi. Ustozimiz yosh hamma. Bizim ustozimiz Mirzani Abdulazizdan hayron bo'ladi. Shu birinchi o'qish bitirib kelganda biz umrimizni berib qo'ydik. Chunki ustozimiz yosh deyman, biz bilan baravar. Mana o'g'illardan yursak ko'plab jo'ra ham yerish mumkin. Shunday ustozimizning birinchi qoldirg'ochi biz bo'lamiz. Shunday. Mening yon qo'shnim Jon akam qolaversa 40 yillik qo'shnim. Shunday. Shuning uchun hammaga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, oilaviy baxt tilayman. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Sog'likda, salomatlikda ko'rishib yuraylik. Acayip. Önümüzün sabahından uçuraşıyoruz. Ko'rganimda hamma yurtdoshlardan uchrashganman. Hamisha baxtimga sog'-omon yurtdoshlarim. Kelajakda hamisha mana shunday xursandchilik hukmdorlik qilaversin. Hammaga sog'lik, salomat, oilalariga xotirjamlik, ishlariga baraka. Hamisha yo'limiz ochiq bo'lsin. Qo'limiz mehnatda bo'lsin. Allohdan bo'lsin. Rahmat hammaga. Uzoqdan kelganlarga katta rahmat. Mikrofon sizga yetgan ekan. Assalomu alaykum. Anlab beraman. Ajoyib o'tdi. Ajoyib chiroyli o'tdi. Begimki, Xudo xolasa yaxshi o'tkazib, hammangizga omad. Doim shunday yo'l bo'lib, yalanglar mana shunday yig'ib o'tiramiz. Joni turib o'tirmaydi. Rupoyi bosam, rupoyi bosam. Dörtlük olsa ekini Cattaydı da götür cattı. Ne oluyor bir şey? 18 yaşımda aytıp böyle. Bakal borcayım var. Takım tabanlardan davay. Jamila. Tabriklaştırıcı sözler varsanız Jamila duganamizga beramiz. Marhamat Jamila duganamiz o'zbekcha eng ichida. Boshqaga chiqmay jaman yurganlar bu. Hammamizni bayramlar bilan tabriklaymiz. Hammaga baxt, omad. Eng yomon kunimiz shunday bo'lsin. Hammamiz. Rahmat Tuganjon. Mening do'stim, qo'shnijonim, Muhammadjon To'kayev. Assalomu alaykum. O'tirishimizning sababchisi 30 yillik o'tirish. Tabii 30 yılda kariyerda 50 yılda yani oturuşlarda hamma kelib qatnashdi. Sizga rahmat. O'qib sizlar yetilgan uchun sizga rahmat. Sizlar ham ancha qayerga Hayırlar olsun. Bir diğer arkadaş açmalı.
Ularga omad, hamisha borishni, kelishni, bir-birimizga betorda oqibatli to'ylarda, o'zimizni to'ylarimizga borib, qatnashamiz. Dasturxonimiz hamisha mana shunday ochiq to'y qilamiz. Voy, rahmat. Tabriklar so'znomatini eng faol, eng shiddatli guruhda o'zining pazandachilik mahorati bilan hammani lol qoldirgan, o'zicha eng ichiga tashlab yurgan Padihon Qodirov. Assalomu alaykum, sinfdoshlar, ustoz. Mana bugun 30 yillik uchrashuvimiz. Hammani mana shu bugungi 30 yillik uchrashuvimiz bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilayman. Ustoz, sizga oilaviy tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Sog'lik, salomatlik bo'lsin. Dunyo turmushga turing, hamisha sog' salomat bo'ling. Mana shunday hamisha 30 yillik, 40 yillik, 50 yillik uchrashuvlarda ham bilan birga bo'lib, birga o'tishni nasib qilsin. O'rtamizdagi mehr oqibat ko'tarilmasin. Hamisha mana shunday bordi keldi qilib, sinfdoshlar yaxshi kunlarda uchrashib yurib, uchrashishni nasib qilsin hammamizga. Rahmat Duganajon, har doim shunday go'zallik, baxt omad tark etmasin. Va yana bir ajoyib sinfdoshlarimizdan bolalarcha xarakter, o'zidagi jasam aylagan Sadirjon Turdiyev. Sinfdoshlar, yurtdoshlar, 30 yillik yubileydan mana shu yillik o'tiribmiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Shunchalik bizga mehr berdingiz. Yurak berdingiz. O'shani sizga rahmat. Sizga rahmat. Mana shu 30 yillik Hindistondan keldi. Shunchalik kelib o'tirganingizga sizga rahmat. Xursand bo'ldim. 30 yillik bayramni baringizni qutlayman. Tabriklayman. Tabriklayman. Shundan tabriklayman. Sanatçı bölüm teşkilatçıları yanına geçtiğinde olsun formatlar kutlarım. Ve teşkilatçılarına özümün ailemden, özümün namından tekrar zaten bildiremem. Bir ay doldurun geçti gene. Güleser geçen güleser Zırhal, Ulusal Yurtluğunda yok mu? İşkesine işkem yok. Hazır oldu. Bir ay oldu. Bir adliyenin 28'de başlayalım. Durumu. Bana taşlarına Köycan, Halıkcan, Sabırcan, bana bu Cigende hammasi hiç gün qarılmıyor. Bana benim canımda bular. Kızlar, Zırhal, Güleser, Barzakal'dan Akmal, bular hammasi canım. Ko'rsak dostoymi, shagirtlarni dostoymi bular. Aytadigan har birovni maqsadiga yetmak istarsan murod, darkor ilm darkor degan. Takshir evlarida hamisha o'qish kishini bir kishini ilm bilan dinimiz yo'lini ko'tarib qo'ysa milliard kishini o'zini bag'ishtirib turgan o'rniga turibdilar. Shunda men yana pagoni polkovnik bo'lib general bo'lib yurgan davrlarida
Tabriklarimizni o'rganmasdan yana bir ajoyib yurtdosh do'stlarimizdan Akmaljon Ergashevga Assalomu alaykum insonlar. Hammangiz mana 30 yil bayram bilan tabriklayman. Qo'lingiz bilan meni shunday birga o'taylik. Ochiq dasturxonda hammani oilangiz tinchlik, totuvlik tilayman. Ustoz sizga ham katta rahmat. Yo'lalar sizlarga ham katta rahmat. tabriklash uchun Musulmonjon Mondan qo'shgan buni erkalat keladi. Mana shu hammasi tashkillashtirgan shu yigit. Mana shuni o'zim xavfiyatga aytib tanishtiraylik. Musulmonjon kamtarga kamon, manmaga zavar kamtaringina, kamsungina. Mana ro'yxatdan qarang, kelishgan. Chiroy desa bor, ro'y desa bor. Do'stim, sog' bo'ling, omon bo'ling. Musulxona bo'lsin, Murodxona bo'lsin, bir ajoyib qo'lingiz ko'p bo'lsin, iqtidoringiz Alloh sizga ming bersin. Xudoyim farzandlaringizni to'yga keladigan keyin yana farzandini xason qilgan. Xullas, charchab, nari qo'shtirib qolmay qoling. Farzand tarbiyasidan charchab, Alloh uyingizni mehriga, muhabbatga to'ldirsin. Shirin tashqari yerlardan chiqarsin, marhamat sizdan bir og'izdan shirin so'z eshitamiz. Aslida bo'lsa ham kelaman. Rahmat. Rahmat yurtdoshlar ajoyib tilaklari uchun sadaf safligini sizga tilayman, inson totligini sizga tilayman, dunyoda yangi yaxshi niyatlar bari sizlarga tilayman. E'tiboringizni rahmat, hamma davraga go'zal raqsga taklif etamiz.
Sıtırar ay bolam Kara gözde karasına Karaysın gönlüm jay bolam Kara gözde karasına Karaysın gönlüm jay bolam Kız bala gül, kız bala jır Kız bala yürüdün Yana bu mende sende Kız bala bil Kız bala gül, kız bala jır Kız bala yürüdün Yana bu mende sende Kız bala bil Жасыттың ота алаулап, көңілің алма жаралап. Жасыттың ота алаулап, көңілің алма жаралап. Қадірлей білсін қыз балам, бақытты сонда бола алмақ. Қадірлей білсін қыз балам, бақытты сонда бола алмақ. Қыз бала гүл, қыз бала жүр, қыз бала йөргін Ғана бұл менде сенде қыз ғана біл. Қыз бала гүл, қыз бала жүр, қыз бала йөргін Ғана бұл менде сенде қыз ғана біл. Жас бала гүл, қыз бала жүр, қыз бала йөргін Ғана бұл менде сенде қыз ғана біл. Қыз бала دختر گفتنه من تاجیک چنم دارم شما منو نگین کم کم من تاجیک چنم دارم یار منو نگین کم جانی خودم بودی بیگانه دلم بودی دلم به تو بودی عاشق دلم بودی شاید از خودم بودی از جوان در میرود دلم به تو بودی تو چکی میدونه کنه دختر گپ زنه تو چکی میدونه کنه دختر گپ زنه من تو دیک چنه میدونم شما منو نگین کم کم من تو دیک چنه میدونم گپر منو نگین کم کم چکی میدونه کنه دختر گپ زنه تو چکی میدونه کنه دختر گپ زنه من تو دیک چنه میدونم شما